Oktagon ligasini 70 kilogramm vazni juda ham qiziq va raqobatdosh vazn bo'lib turibdi va u yerda yangi chempion va chempionga da'vogarlar hozir ikkita eng asosiysi Muhiddin Mamajonov va Fazliddin turibdi. Menimcha liga katta ehtimol bilan Muhiddin Mamajonovga qarshi qo'yilsa kerak chempionlik jangiga. Nimaga? Ularning o'rtasida jang bo'lishi kerak edi va bu ligani qiziqishi bilan ham bog'liq deb o'ylayman. Bu yerda Fazliddin qolyapti va Fazliddin uchun juda ham bir yorqin jang kerak, chunki Fazliddin ularning jangini kutib tura olmaydi. Fazliddinga qarshi men o'zimizni Abdumalik Norbutayevni taklif qilgan bo'lar edim. Chunki Abdumalik muxlislarni o'ziga jalb qila oladi, yorqin jang ko'rsata oladi, o'zini jangdan oldingi va jangdan keyingi emotsional chiqishlari bilan xalqni o'ziga torta olyapti va menimcha bu ligaga ham juda ham qiziq bo'ladi. Va plus o'zbekistonliklarni xursand qiladigan narsa bu Abdumalik albatta Fazliddinga qarshi qurollari bor, ya'ni qo'l zarbalari juda ham kuchli, kurashdan yaxshi himoyalana oladi, parterda o'zini juda ham berib qo'ymaydi. To'g'ri, o'tgan mag'lub bo'lgan jangida kardio bo'yicha muammolarga yo'liqa boshladi, lekin uni ustidan ishlaganligini men o'zim shaxsan guvoh bo'lganligim sababli ham mana shu jangni taklif qilgan bo'lardim. Balkim liga ko'rar bu videoni, balkim ko'rmas, lekin muxlislar sizlarga bog'liq. Menimcha Abdumalik va Fazliddinning jangi juda ham qiziq bo'ladi.